eng birinchi invertordan boshlasak, nima muammo paydo bo'lyapti masalan? Ko'p kuzatilayotgan. Uyalmasdan aytib boshqa qilaveringlar, chunki biz ham buni qayta ishlab Xitoyda o'ziga chiqazamiz, boshqa qilamiz, yangi yaxshilashga, boshqaga yoki bo'lmasa yechim bo'lsa, yechimini ko'rsatishga harakat qilamiz-da. Qandaydir qizib ketish bo'lyaptimi yoki nimadir bo'lyaptimi? Yana bitta muammosi qizishi. Qolgan joylar mana NPPTlari boshqa qolgan yangi chiqqan invertorlarga qaraganda ko'proq mana stingerlari. Hop, eng asosiy muammo hozir odamlarda qo'rquv borki, hozir xalq ko'pchiligi o'sha hamma YouTube'ga olib chiqib, hammasini obzor qilyapti Instagramda, shu Zoir Kenjayev orqali. Endi hozir bozorda Auxol Craft degan invertor bor, bilasiz. Hop. Bu undan oldin kirgan. Endi buni bitta minus tarafi bilasiz, qizib ishlaydi, qizib sovutib ishlaydi. O'shani hisobiga odamlar nima deydi? Deya qizib ishlar ekan, kuyib qolsa kim javob beradi deb endi qo'rqib boshqa ana Auxol Craftga anaqa o'tishga harakat bo'ldi. Chunki biz ham Instagramda marketing qilamiz, target yoqamiz. 1000 ta klient bo'lsa, 1000 ta klient ichidan 100 tasi Auxol Craft. Men o'zim ChatGPT pulli versiyasini ishlataman. Auxol Craft'ni ma'lumotini oldim, faqat normal holat beradi. Yahyo ham Auxol Craft'ni zavodga kirgan, keyin yana boshqa o'zi invertor olib kirgan, o'zi uchun sotish uchun. Zo'r maqtashmagan. Endi bular nemetskiy texnologiya deyishyapti. Biz uni zavodga kirmaganmiz, boshqa uni. Ikkalasining o'rtadagi anaqasini farqimi? Tushuntirib bersangiz, qizishi nimadan? Hop, qizisa nima sabablarga olib keladi? Agar qizsa, odamlarda shu qo'rquv, boshqa qo'rquv yo'q, chunki buni NPP'lar hamma joy nagruzkalari yaxshi. 15 kilovatli invertorga 18 kilovat panel o'rnatilgan joylarga ko'rib, muammosi ishlab turibdi. Misol, vatda bir xildagi balandroq bo'ladi, kilovatdan ko'proq bo'ladi, muammo faqat qizish. Odam borib ushlayapti, qiziydi. Keyin o'zimizni savdogarlarning ichida ham bitta narsa paydo bo'lib qolganki, hop, deya yo'q paytda, bor paytda hamma sotyapti. Deya yo'q paytda, misol, deya 50 kilovat alishligini qolmadimi? 50 kilovatli Auxol bormi? O'sha payt telefon qilganda aka deya qizib ishlab turibdi. Undan Auxol oling deb turib kimlardir taklif beradi. Tablosiz invertor bizga tabloli yaxshi. Hop, chunki O'zbekistonda hamma hududlarda Wi-Fi yo'q. Yo'q, ko'rinmas. Biz dalaga, qishloq joylarga qo'yganda deyadan foydalanamiz. Ana Auxol Craft'da anaqa yo'q, tablo yo'q. Uyingizda Wi-Fi yo'q. O'shandan ham muammo bo'ladi. Xo'sh, Auxol deya pashta deyarli bir xil ishlab chiqarish texnologiya nemetskiy degan bilan bu texnologiya hammasiniki deyarli bir xil. U yerda texnologiya nima bo'lishi mumkin? Foydalanilayotgan zapchasida turli xil foydalanish mumkin. Degani bitta minus tarafi bu yerda kullar qo'yganki, shuni visokoskarasnoy kullar qo'yib qo'ygan. Ozgina qizisa sal vahimaroq ovoz eshitiladi. Shovqini balandroq. Chunki visokoskarasnoy bo'lganligi uchun haligi tezroq aylanadi-da u. Boshqarib naqa qilgani. Keyin to'g'ri naqa qilingan, lekin buni rabochiy parametri 55 gradusgacha ishlay oladi bemalol. Yo'q, nominal 65 bu maksimalni. Parog u 55 gradusda normal ishlay oladi. Demak, 55 gradusda normal ishlay oladi degani bu bemalol bizning hududimizda yo'q. Bitta narsa bor, odamlarda shunaqa narsa borki, odam sezgi organi bor-da. Bu 36-37 gradusdan oshgandan keyin qo'l issiqlikni sezishni boshlaydi. Issiqlikni sezishni boshladim, bu 55 gradusga chiqyaptimi? Bu uning uchun kritichni deyilmaydi bu. Ushladingizmi 45 gradus, 50 gradusga chiqqanda qo'l haligini issiqroq sezadi, o'ziga 2 barobar balandroq-ku. Shuni hisobiga ko'pchiligida sal panika bo'ladi. Qizib ketyapti degan narsa. Keyin o'sha aytganimizdek, mana shu kullar sistemasi visokoskarosnoy bo'lganligi uchun bitta ishlaganda tezroq havoni haydaydi-da, sovutishga harakat qiladi. Shuni hisobidan ozroq farq qilishi mumkin, lekin qolgan joyi boshqasida hammasida deyarli bir xil, undan muammosi yo'q. Bunda yana bitta yaxshi tarafi, deyanikini ko'p invertorda yo'q, bu generator bilan yaxshi chiqisha oladi.
Qaysi gibrid versiyalari zo'r? Chunki nima uchun generator bilan yaxshi chiqisha oladi? Sababi chastotani va kuchlanishni o'ynashiga muqobilligi, nima deydi, ta'sirchanligi juda haligi past. Chastota yuqorilab ketsa ham, kuchlanish juda unaqa o'ynasa ham, o'zini himoya vositalari va bu yerda qo'yilgan kondensator yoki qo'yilgan turli xil tranzistor, tiristorlari ham juda yaxshi, sal sifatliroqdan qo'yilgan. Shuni hisobiga ham bemalol ishlay oladi generator bilan. Masalan, ayrim joylarda qo'ygan narsalarimiz bor. Qimmatroq invertor qo'yganmiz, majbur bo'libdi yoniga, keyin deya qo'yganmiz. To'g'ri, deyani shovqini baland, uning shovqini pastroq, sababi ularnikida kuller sistemasi sal boshqacharoq ishlangan va radiator sistemasi ham sal qalinroq qilinganning hisobiga u shundan yutilgan xolos. Qolgan joyiniki, boshqasiniki deyarli bir xil. Undan ja qo'rqish kerak emas. Keyin invertorlarimiz ham bu yerda servizimiz bor, ko'rgan bo'lsalaring, asosan DC yo boshqa tarafdan emas, AC tarafdan kuyib kelyapti. Hammasi mana shu. Buni ham nima uchun ochib qo'ydik mana? Bu ham AC tarafdan kuyib kelgan. Ayrim joylarda stabilizator, masalan, напряжение tushib ketib qoladi, unga stabilizator qo'yishadi. Ayrim joylarda bilsalaring soat 1-2 da напряжение ko'tarilib ketadi. Nima uchun? Sababi peak payt deyilmaydi. 12:1 da bizni eng elektr energiya kam ishlatadigan vaqtimiz hisoblanadi. Yo'q, kunduzgi 12:1. Keyin quyosh panelimiz ham, invertorimiz ham o'sha shu 12:1 atrofida elektr stansiyamiz ham bilsalaring rosa pikka chiqishni boshlaydi. Soat 11 dan soat 2 gacha pik payti bo'ladi. Uning ustiga davlatimiz tarmog'imizda ham iste'mol pastga tushadi unda. Uni hisobida bu generatsiya qilish kerak-ku. Bu generator hisoblanadi, tarmoqqa to'kni sotishni harakatini qiladi. Liniya qancha uzoq, o'rtada petlalar, ya'ni ulangan joylar ko'proq yo kabel sechenasi boshqasini hisobiga to'k ketishi ancha qiyinlashgani hisobiga ham buni o'zi ham shunga напряженияsi sekin ko'tarila boshlaydi tarmoqdagi. Keyin bu ham o'zini ko'tarishga boshlaydi. Keyin yana qizishni boshlaydi-da, o'sha ahvolda ham ko'pincha yo uzib qo'yadi, напряжение birdan ko'tarilib ketdi deb yoki bo'lmasam shu temperatura oshdi yo qandaydir ashibga beradi. Bu paytda brektasiga ko'pchilikka tushuntiryapmiz. Stabilizator qo'ysa bo'ladi. Stabilizator faqat 60% zapas o'sha tam o'tib ketmaydigan darajada qilib turib qo'yish kerak. Sotishnikini. Keyin sal bitta muammo bo'lyapti. Vodiy taraflarda o'ta напряжение past bo'lsa yoki vohada ham ayrim paytda ikkita fazali stabilizator qo'yib qo'yishyapti. Bu ham kuydiradi. Ikkita fazali stabilizator bo'lmaydi o'zi. Prosta oddiy o'zimizda stabilizatorni qo'lbola qilib, boshqa qilib yoki bo'lmasam nol tarafidan faza berib, ikkita fazadan o'sha yetmayapti-ki, 110 qilib 210 chiqarishyapti. U birinchi navbatda galvanitskiy ulanganlik deydi, shu narsa yo'qoladi unda. U xohlagan paytda siz ko'rib turgan 220 bor-ku, shu 220 bo'lmasligi mumkin siz ko'rib turgan narsa. U balandroq bo'lishi mumkin yo boshqa bo'lishi mumkin. Keyin bundan tashqari o'sha stabilizatorda o'zini magnitoprovodida ham tresnение bo'ladi, titrash bo'lib turib, daliginaqa boshlaydi. Keyin fuku tok paydo bo'lishni boshlaydi obmotkani o'zida ham. Ayrim paytda shu stabilizatorda o'zida qisqab tashlab bo'lgan hisobida birinchi o'rinda invertorda AC tarafiga bitta o'tkazib yuboradi impulsni, shalaq etkazib. U stabilizator o'zi turaveradi. Hali qizib, obmotkasi sal eriydi, boshqalar, lekin invertorga o'tkazib yuboradi. Shuni ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki faza 0 boshqa, lineyniy boshqa. Uni xavfsizligi boshqasini ancha imkon qadar nazoratga olish kerak, ko'rish kerak. Yana endi hozir narxini bilmayman-ku, lekin Kraft ham anchadan beri aytganlaringdek bozorga kirgandi o'zi. Ancha bo'ldi kirganiga, lekin endi mana ko'payib boshqa bo'lyapti. Ularda o'zini hali yutuqlari boshqalari bor, deyana o'zini yutuqlari bor. Shunga imkon qadar unigini emas, buni yutuqlari yoki bo'lmasam foydali taraflarini imkon qadar shu chastotaga, kuchlanishga, ta'sirchanligi pastroq, ya'ni chidamliligi yuqori deb turib, ko'rsatishlari mumkin. Keyin aytib o'tganimizdek monitordan boshqarish, kengroq boshqarish imkoniyati bor buni ham. Shuni ko'rish mumkin. Endi hozir u firma, bu firmanikini haliginaqa qilish juda noto'g'ri, lekin o'ta wow deydigan darajada farqi yo'q. Kontrazitsiya o'ynatmaydi. Yo'q. Endi yana bir savol. Hozir siz aytasiz,
ko'pincha haqiqatdan men o'zimga ham klientlar keladi, ma'lumot bilan DC tok bilan AC tokni faqat muammosi o'shanda bo'ladi. Ko'pincha AC tokda tok o'ynab ketishini hisobiga AC tok tomoni kelib qoladi. O'shanga eng optimal variant qanaqa tavsiya berasiz? Ko'pchilik relay напряжениеda himoya qilaman deydi. Impulsni perinapряжениеda relay напряжение ulgurmaydi. Unga faqat uzib qilish kerak, keyin normal zazimleniya qilish kerak. Ko'pchilik bir ikkita joyda mana biz laboratoriyamiz bor, 220 kilovoltgacha. Ayrim joylarda bo'lib qolsa borib tekshiramiz. Zazimleniya qildim degani u yerga temirni qoqib qo'yib bo'ldi degani emas-da u. Hech bo'lmaganda 220 voltlik sistemaga ulasangiz, xonadonlarnikida ham puye bo'yicha ham 8 ohmdan oshmasin baraka topkir deb yozib qo'ygan. O'zi topshirishda 4 ohmdan oshmasligi kerak. Topshirmayapsiz-ku, mayli, hech bo'lmasa 8 ohmga o'lchab turib, chiqazib 220, 380 bo'lsa 0.4 qilish kerak. 4 ohm qilish kerak. Tekshirib uloqlarini ham yaxshilab, metallosvez yaxshimi, yaxshi emasmi, uni ham ko'rish kerak. Chunki ko'pincha svarka qilganda yoki ulaganda ayrim paytda ko'ryapmiz, temirga ustini bir tozalab netmasdan ham shunday PV3 kabelni o'ralayapti-da, shuni bolt bilan qatirib u yaxshi kontakt bo'ldimi, bo'lmadimi, uni qizig'i yo'q. Prosta uzib nima qilib beradi? Uzibni ichida shu varistri bo'ladi yoki shu varistriga o'xshagan deylik, bitta qarshilik bo'ladi, katta qarshilik. Bu bunday yopiq turadi-da. Kuch kelganda, ya'ni birdaniga katta напряжение kelib qolganda yoki напряжение oshishni boshlaganda bu sekin ochib yuboradi-da, bu yoqdan kanaldan o'sha tokni o'tkazib yuboradi. O'tkazib yuborganda o'tib ketadigan joy kerak. U yer bo'ladi. Zazimleniya yaxshi bo'lmasa, yaxshi ulanmagan bo'lsa, u himoya qilmaydi. Ko'p joyga boryapmiz, zazimleniya absolut nol. Shunday ugonlikni qoqyapti, bir narsa qilyapti-da, u yer qanaqa, yerda qarshiligi qanaqa, nima o'lchagani yo'q ko'pchilik. Imkon qadar apparat ham arzon, ja qimmat bo'lmay qoldi. Oldin qimmat edi, hozir adashmasam 3 millionlarga ham beryapti yerlar. Shunda bitta ko'rish kerak. Eng yechim o'sha. Keyin undan tashqari ham buni o'zini ham zazimleniya qilib qo'yilsa, mana edi o'zida ham asli tarafda ham ko'rgan bo'lsalaring varistri bor. Kirishida shunday varistri bor. Zazimleniya invertorda o'zi ham qilinsa, buni varistri kuyadi-da, teshiladi. Teshilganda kattaroq напряжение kelib qolsa, o'zi teshilib, agar zazimleniya bo'lmasa, o'tkazib yuboradi bu ham. O'zi ham teshiladi, bu yoqqa ham o'tkazib yuboradi. Issiqlikka aylantiradi varistr kelayotgan tokni. O'sha qanchadir напряжениeni pastlatib beradi-da, keyin o'zi yorilib ketadi. Agar zazimleniya bo'lsa, qanchadir qismini yerga ham o'tkazib yuborishi, shu davomiylik, buni kuyib ketish davomiyligi oldi olinadi. Shu varistrda o'zi nima kirishdagi varistr yoki bo'lmasa relay boshqalarni almashtirasizlar, bo'ldi, tamom. Ko'p muammo bo'lib ketmaydi. Eng ko'p bo'layotgan muammo zazimleniyani to'g'ri qilmaslik. Hamma qilib ketyapti zazimleniyani, lekin kamdan kam endi uzru, lekin 80% o'lchagani yo'q. Keyin yana bitta narsa, zazimleniyani lampa bilan o'lchanmaydi. Faza bilan yerga bunday qilib lampa yondi bo'ldi zo'r, yo bo'lmasam testerda qiladi 220 volt chiqdi bo'ldi deydi. U bilan u zazimleniya o'lchanmaydi. Bir xilgilar tefal yoqib ko'ramiz deydi. U yerda u paytda katta tok oqishi mumkin. O'sha tokni oqizib olish imkoniyati yetadimi, yetmaydimi? Ular ko'riladi. O'sha yerda qarshiligi ko'riladi, davomiyligi ko'riladi. Keyin yana bir ikkita joylarda savol ham tushyapti, yong'in bo'lib qolyapti, deyapti. Shu yong'inlar ham shu zazimleniyaning yaxshi bo'lmaganligidan, uzib to'g'ri qo'yilmagandan, keyin uzibni oldida saqlagich qo'ymagandan. Uzib banaqa narsa, tokni katta oqizadi-ku, yerga o'tkazish hisobiga birdan tok oqqanda напряжение tushadi. Chunki miqdori biri to'ldirib boradi-da. Shu paytda agarda tepasida uni avtomat tashlamasa yoki saqlagich tashlamasa, tok doimiy oqatda uzibni o'zi yonib ketadi. Oqayib turadi. Bu narsa yana bitta joylarda bo'lyaptiki, ayrim joylarda solinishning ko'paygani hisobiga напряжение 170, 180 ga ham chiqib ketib qolyapti. U paytda uzib qo'yib qo'yganmizki, ko'rgan bo'lsalaring, uzibni 170 dan keyin uni qarshiligi kamayadi-da, ozgina tok oqizishni boshlaydi. Tok yerga sekin oqib turadi, boshqa bo'ladi, sekin qiziydi kabellari, uzibni o'zi qiziydi, ichidagi varistri qiziydi. Agar kattaroq uzib bo'ladigan bo'lsa, o'sha kameralarning oralari qiziydi. Bu o'sha qizishni himoya qiladigan tepasi saqlagich yo normal avtomat qo'yilgan bo'lish kerak.
Keyin ayrim paytda DC tarafda ham xuddi shunaqa bo'lib qolyapti. DC tarafda ko'pchiligimiz to'g'ri saqlagich yoki avtomat qo'ya olmayapmiz-da. Panelda endi ko'p qo'yayotganlar ham panelning orqasiga ham ko'piga yozib qo'ygan. Menga saqlagichda 25 amper qo'y, undan balandini qo'yma deb yozib qo'ygan. Lekin ko'pchilik 32 yo boshqa shunga o'xshash baland qo'yib qo'yapti-da. Keyin kerak paytda tashlamayapti. Keyin MPPT kontrolleri kuyib qolyapti yoki bo'lmasa nimadir ошибкаga tushib qolyapti. Endi arzimagan haligi xatoni deb turib keyin shunga o'xshash bo'lib qolyapti. Buni ham imkon qadar bunaqalarga o'rgatish kerak. Odatda deyarli ko'p panellarida 25 amper. Hozirgi chiqayotgan katta 700-720 vattlilar bor-ku, shularda 30 amper deb yozgan. Unga endi 30 amperligimiz yo'q, biz 32 amperlik qo'yamiz. Saqlagich avtomat emas. Avtomat DC avtomat 3 kratdan 5 kratgacha tok ko'paygandagina tashlaydi. Hozir biz olib kelayotgan avtomatlar. Uni ko'p biz emas, past hamma olib kelayotgan, xuddi shunaqada tashlaydi. Demak, biz faqat saqlagich saqlagich qo'ymasam ham avtomat qo'ysam, avtomat ham himoya qilaveradi desak, panel tarafdan 25 amper emas, 75 amper bo'lguncha bu tashlamas ekan, 75 amperga chiqmasdan nimadir bo'lishi ham mumkin-da. Avtomatga signal yetib bormasligi mumkin. Haligi avtomatni tashla, sen uje nima deb himoya qilishing kerak degan. Shuning uchun saqlagich ham agar ikkita variant bo'lsa, endi bir xilgida bo'ladi. Avtomat bilan saqlagich olgani qiynalyapman, keyin qo'ymoqchiman desa, birinchi o'rinda saqlagichni sotaveringlar. Avtomat keyin qo'yib yuboraverasizlar deysizlar. Bo'ldi. Bitta savol. Mana shu D invertorni parametriga bir xil usunishga akalaytadi. D misol uchun gravatni 2 so'm qo'ydim yoki boshqa invertor misol uchun auxil bilan jingo qo'ydim deydi, effekt ko'proq beryapti deydi. Mana shu D invertoriga misol uchun siz o'ylashingiz bo'yicha qaysi panel parametri zo'r tushadi, u ko'proq effekt berishi ehtimol katta. Yo'q, bu narsa yo'q. Men o'zimda men bilganlar bilan men tajriba juda deyarli hamma brend bilan ishlaganimga boshida Auxollar ham olib kelib ko'rganmiz, Solix ham olib kelib ko'rganmiz. Tekshiramiz, uyimda haliga qalashyapti. Olib kelsa 5 kilovat, 4 kilovatli stansiyam bor. Shunga olaman, qo'yaman, ajratib har xilni qo'yaman. Hozir o'zimda ham deya turadi. Bu panelda birinchi o'rinda qancha kabel tashaganingizda, qanchalik panelni burchak ostida qo'yilganiga, issiqligiga, sovuqligiga, invertorda o'ziga kelayotgan hatto kuchlanishga ham bog'liq. Masalan, kuchlanish past yo boshqa bo'layotgan bo'lsa, generatsiya ham pasayadi. Kuchlanish ham o'ta ko'p ko'tarilib ketib qolsa ham generatsiya pasayadi. Prosta ayrim paytda hech ko'rganmisizlar, quyosh zo'r bo'lsa ham, havo bo'lmagan bo'lsa ham, bitta bunday tushib chiqib qo'yib qo'yadi haliginaqasinikida ham. Haliginaqasinikida ham. Prosta o'zini o'zi himoya qilish uchun qaysidir MPPT kontrollerlarni uzatdi, sovutadi yoki boshqa qiladi, keyin bunisini yoqadi, shunaqa bir ko'rsalang ozgina vaqt lekin, ko'p emas. Shunday shiq, bo'lmasa soya tushmagan, boshqa qilmagan. Xuddi shunga o'xshagan kuchlanishda o'ynashi yoki o'zini ancha aqlli. Biz prosta bunga yordam bersak, qolganini o'zi eplab oladi. Quyoshga maksimal qizdirganda farqi yo'q, bir xil ishlayveradi. U qaranglar, buni nominal ishlash harorati 55 gradus. Agar 55 gradusdan oshib ketyaptimi, demak buni sovutishga harakat qilishingiz kerak. O'zi o'chirmaydi, o'zi. Yo'q, 65 gacha o'chirmaydi. 65 dan keyin o'chiradi. Naqa deydi, favoriy temperatura deb chiqadi. Hozir asosan gapirib haqida gapirilyapti. Gibridda ham deyarli bir xil. Lekin nisbatan situasiyaga qaraganda so'kishi. Ha, chunki Premium versiya hisoblangan. Yo'q. Gap premium versiyaligida ham emas. Gap bunda akkumulyatorga yo'q-ku. Akkumulyatorni boshqarish, o'rtadagi relaylar, boshqalar bir-biriga ulanish mukammalligi yo'q. Shuni hisobiga u biz uchun sal mukammalroq ko'rinadi xolos. Sal. Bo'lmasa qolgan kirayotgan MPPT'si ham yonida daja ayrim payt bunikidan haliginaqa bo'ladi. Qolgan kengroq olinadi, ko'rgan bo'lsangiz, kattaroq, havo aylanishga ham yaxshiroq, kullari ham haliginaqa qilinadi. Shunga shundayroq. Lekin gibrid zo'r. O'ylayman gibriddan yaxshiroq. Yo'q, gibridda yaxshi, men hozir aytayapman-ku men sizga.
uni ichida boshqa yana relay, masalan, averlar borda, ichida o'tkazishga, boshqaga, uni ustiga akkumulyatorni nazorat qilish, zaryad, razryad, ichida tranzistorlar turadi. Akkumulyator bo'lgandan keyin unga zaryad berish uchun adashmasam 12 tamikan turardi, deyanikida ham. Shunaqa kirib chiqishga 4 ta yo 8 ta turadi. Shularni sovutish uchun ham men hozir aytganimdek radiator sistemasi boshqacharoq, kunlar boshqacharoq beriladi. Ularda ishlash temperaturasi boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun biz shunaqa deb o'ylaymiz. Sararaga hozir bu yerda ko'pchilik sotuvchilar, ustanovchilar bu savol siz bilan Alisher akamga. Boshqa firmalar invertorlar 10 yil, 5 yil garantiya beradi hozir. Deganiki, ofitsialniy necha yil garantiyasi bor? 2 yil, necha yil ishlash prognozi. Misol uchun zavod bularga 5 yil garantiya, yana 5 yil ishlash muddati prognozi bor. O'sha haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu aniq savol bo'lishi kerak, chunki deyl haqida aniq garantiyaga asoslangan fakt yo'q bozorda. Kimdir 3 yil beradi, kimdir 5 yil beradi, kimdir 10 yil deydi. Zavod bizga Alisher aka 5 yil beradi garantiya. Qarang. Qanaqa holatlarda keyin garantiya ishlaydi? Qanaqa holatlarda eng kerakligi? Mana qarang. Eng biz bilgan hozir iPhone deymiz-ku, Huawei iPhone'ga o'xshagan narsa. U ham 5 yil beradi. 5 yilgacha nimadir bo'lsa almashtirib beradi, boshqa qiladi. Bu ham xuddi shunaqa 5 yil kafolat beradi. 5 yildan keyin prognozi o'zlari naqa qilgan joylarniki bor. O 10 yil oldin qo'yib, birinchi qo'yganlarini tekshirib qo'yganlari ham bor. Agarda to'g'ri sharoit, to'g'ri holatda ishlasa, boshqa invertor ham uzoq yil ishlayveradi. Keyin kafolatga keladigan bo'lsa, kafolat birinchi o'rinda invertorni ochganingizda bu texnikada buni aldab bo'lmaydi. Kirishda mana bunday ko'ramiz sirazi, varistor ketdimi birinchi? Demak, asli tarafdan uje siz nimadir o'tkazib yuborgansiz. Demak, sizni uzipingiz to'g'ri qo'yilmagan, avtomat yoki bo'lmasam kuchlanish nimadir bo'lgan, u bizni garantiyaga kirmaydi. Bu narsa men so'radim, ko'p sunuvchilar lisenziya qiladi, mashinalar bo'yicha noto'g'ri qo'yilgan isbotini ham qilib olinadi deyilsa, sunuvchilar ko'pchilik eshitmaydi bu narsani. Yo'q, aka, o'zi brak narsa ekan deydi. Davlatdan tomonidan ko'p o'ynashi bor. Aytganingizdek, 380 lik bo'lsa 400 ga ko'tarilib ketishi bor, pastga tushib ketishi bor. O'sha paytda ham kuyadi o'zi investor. Zashta qo'ymagan hisobiga. O'shanda aslida sotuvchilarga ayb qo'yiladi-da. Sunuvchilar sotib boradi o'zidan. O'zini qilgan elektrikda. Lekin men endi bilmayman bayda. Agar sunuvchilar ham bo'lsa, mana shu narsani endi o'tganingizda to'g'ri aytyapsiz-da, o'sha narsa. Men bilmayman-ku bayda kim necha yildan, men 2009dan 2008dan beri ishlayman-da shu sohada. Paytda keyin Al Solarlar bor edi, Mir Solar bor edi, panel terardik, o'zimiz yiqqanmiz. Mir Solarning zavodida studentlik paytimda panel yiqqanman, o'zimiz terardik payka qilib 100 watt, 75 watt. O'shandan beri invertorlarni bilsam, deyarli hammasi himoyaga, boshqaga, ko'piga chustvitilniroq. Faqat bitta hozirga kelayotgan bitta invertor bor edi, uni naqa Getgreen sotyapti, oti nima edi? Sangrovning ichida uzipi bor. Ko'rdim buni men. O'zining uzipi bor. Huawei'da ham bor. Yo'q, Huawei'dagi Sangrovniki emas. Huawei'da varistor bor. Adashtirmaslik kerak. Uzip SPT, uni turi bor. SPTning ham 1, 2, 3 bor. Bunda Sangrovda 2, 3 bildiyanligi bor-da. Shunda u asli tomondan kuyadi? Yo'q, u ham zazimlayni to'g'ri qilmasangiz kuyadi. Zazimlayni qilish kerak uni ham. Baribir zazimlayni qilish kerak-da. Shunisi bilan zo'r. Balkim buni ham keyinchalik aytsak uzib qo'yib yuboradi, lekin shuning uchun ham Sangrov qimmat. Masalan, 10 kilovattligi 10 gridini uni Sangrov bilan deyani orasida adashmasam 100 mi? Shunaqa dollar farqi bor. 100-150 dollar farqi bor. Yo'q, endi demoqchiman men 100 dollar deganingiz ham uni o'rniga siz o'zingiz tanlab turib uzib qo'yib himoyalab ketsangiz ham siz yutasiz. Prosta ichiga qo'yib ketgan uni. Shunda uzib asli tomonga qo'yiladi? Uzib asli tomonga ham qo'yiladi, DC tomonga ham qo'yiladi. Lekin bizning sharoitimizda O'zbekiston sharoitida ko'proq asli tomonga qo'yish kerak. Endi savolga ana Ustanovchilar asli tomonga uzib qo'yilishi. Shuning uchun ham mana bizga eng ko'p kuyib keladigan servisimizga asli tarafdan. DC tarafdan hech kim kuyib kelmaydi hech narsa. Yo'q, o'sha kuyib kelishining sababi ko'p joyga borsangiz, avtomat nominalkasi amperajga qarab hisoblanmaydi hech qachon.
Bu to'g'ri. O'zi eng zo'r qonun qoidasi degan kitobda yozib qo'ygan. Ochib qo'ysangiz, necha shicheni kabelgacha yozib qo'ygan. Avtomat nima tanlash ham yozib qo'ygan. O'zi yonida yozilgan har bittasiniki. Даже MPPT kontroliga kirayotgan har bitta portiga kabel MPPT vaqt amperajni yozib qo'ygan o'zi har bittasini. O'sha avtomat ham to'g'ri bersa, hech qaysi stansiya kuymaydi hech qachon. To'g'ri, молодец. Lekin mana shu bilan 20-30 odam o'tirgan bo'lsa, hammasi kimdir 50%, 60% odam invertor sotgan, 20-30% invertor ko'rgan, bo'lmadi deganda hamma u invertor korobkasini ochib ko'rgan, ikkita kitob chiqadi. To'g'ri. Ular upakovkasini ochmagan. Okay, ochish kerak bu narsani mutaxassislik bo'lyaptimi, o'qish kerak, o'qib chiqish kerak. Endi uni biz majburlay olmaymiz-da uni. Bu narsani doim o'qinglar deymiz, mana bizga Shu garantiya masalasiga taqilyotganda, garantiya muammo qiladi shu narsani, uslubi bizga nagruzi qilib tashlaydi. Men aytaman, kitob ochib o'qidingizmi, nima yo'q deydi. Bilaman, Lekin ustunlikka ko'rmayotganda nimalar qilish kerak? Ustanovchilar ko'p muammosi, bahonasi bor deylik, mana ko'pchilik biladi. Anida misol telefon qiladi, Ulug'bek aka maslahat bering, mana bitta joydan sotib oldim deydi, deydi, qo'ydim, muammo bo'ldi deydi. Ularga nima deyman? Rasm video tashlaylar deyman. Nima qilasiz rasm videoni? Katta ustaman-ku, oliy ma'lumotli diplomim bor, energetikman deydi. Yo'q, hop rasm video tashlang deyman. Tashlaydi, ana kitobini qarang deyman. Ochib o'qidingizmi, kitobini nimasini o'qiyman deydi. Xuddi o'sha gap kitobida absolyutni hamma narsa yozgan. Kimdir bahona qiladi, ingliz tili ekan, u italyancha yozilgan ekan, ispancha ekan, uni o'qishni bilmayman deydi. Biz uni turibdi, ruschasiz ruschasi ham bor. O'zbekchasi ham bor. Ruschasini tashlab ham berganmiz. Ukraina tarjima qilib qo'yib qo'ygan platforma. Hamma narsasi bor, o'shanda ham ani o'rganmaydiganlar. Endi bunaqa qilishimiz mumkin. Men agar eslatsalaring, men dushanba yo seshanba kichkina broshura chiqarib berishim mumkin. Kak nima qo'yilish kerak, boshqa majburiyat. Bu to'g'ri ideya aytyapsiz. Lekin har bitta invertor o'zining nominalkasi bor-da. Yo'q. Qarang. MPPT kontrolleri nominali bir xil, qo'yiladigani bir xil. Unaqa qilsangiz yaxshi. Keyin prosta hech bo'lmaganda tartibini qo'yib qo'ysak, masalan, bundan keyin bu qilib turib qo'yib chiqazib, agarda shu narsalar qo'yilmasa, kafolat amal qilinmaydi deb yozib olayotgan odamga sotasizlarki, masalan, shuni bitta qo'l qo'ydirib olsalaring ham bo'ladi. Yo chislo qo'yib masala hal. Masalan, biz ham stabik, masalan, boshqa narsa sotamiz, masalan, ayrim bunaqasinikida nima sotsak ham birinchi o'rinda kafolatga kitobini o'qimaganligi uchun bunday broshura chiqarib olganmiz. Elektron tashab beraman. Shaq. Elektrondan ko'ra shuni YouTube'ga joylaylar. Yo, YouTube'ga joylaymiz. YouTube'da Sizlarga deysiz-ku, oddiy internetga kirib, rus tili kitoblarni skechap qilishmayapti odam. men video million to'g'mana bular ham qo'yganman video. Odam videoni ko'rib anaqa. Qaysi odam kitobdan tushunadi. U garantiyani talon, u sizlar uchun ertaga Sotuvchilar uchun u deyapmiz. Mana garantiyasi bor, ochilmagan upakovkadagi narsa, lekin bitta sharti kichkinagina, misol instruksiya Chiqazib olasizlar o'zlaring. qo'llanma, oddiygina, kichkinagina, o'zbek tilida, rus tilida misol qo'llanma, shu narsalarni qo'ysanglar, mana invertor umri deylik 5 yil ishlaydi, 5 yilga garantiya bera olamiz. Mahallilar bor, aqllilashib ketadi, hamma narsani bilaman, o'rgatma deydi, lekin u erinadi o'qishga yoki manmanlik qiladi, o'qimaydi. Ilm shunaqa narsada, uzun narsa. Paytda bo'ldi, katyoli kuyish boshlagan kelganda. Aqllar kuyish boshlagan, platasini garantiyasi bo'yicha almashtirishgan. Keyin elektrikli relay напряжение qo'yasan, undan keyin stabilizator qo'yasan, undan keyin qabul qiladi. Garantiya, o'shandan keyin garantiya beradi. Xuddi shunga o'xshab, siz ham mijoziylarga sotayotganda oddiy narsa, elementarli. Bular broshura qilib beradilar. Xuddi shunaqa qo'l qo'yilsa, ham bundan keyin A dan keyin B, Bdan keyin B, Bdan keyin mana bunaqa. Bo'ldi. Shuni bajarilsa, bo'ldi, garantiya amal qilsa. Yo'qdan ko'rib aytyapman, bizni men o'zim analitika ham chiqaman, kuygan, nima bo'lgan muammosiga chiqib hal qila olamiz muammosini. O'sha narsada boshqa ustunliklarni ko'raman, xatosini. Aytayotganingizdek, DC avtomatda o'zi amperaji bor, voltaji bor. Vaholanki tepadan tushayotgan tur 500 dan 600 voltgacha, qish paytida voltaj 800, 700 gacha, 750 gacha ko'tariladi. Xalos to'ydi, nafasizga. O'sha narsaga
DC avtomatda ham 800 voltga misol uchun 32-25 amperligi bor. Lekin 1000 turibdi. Voltaj bo'yicha ham urib shu narsaga ham e'tibor berishdi. Bozorda sotamiz, misol uchun DC avtomatni nominalga nechta panel qo'yilyapti. 10 kilovatga bo'lsa 10 kilovatga misol uchun voltajni orqasida yozib qo'ygan o'zi har bittasida. Voltajni 53 mi, necha 50 mi hozirgisi 50 volt, 4950. O'shani nechta panelga bo'lsa ko'paytirib olsa voltaji chiqib keladi. Plus 200 volt qo'shib olish kerak o'sha narsaga. Keyin yana bitta narsa bor. Endi sotuvchi bunaqasini kelgan. Biz men Alisher aka bilan ham o'zim ham borganman ko'p. DC avtomat bo'yicha ham, saqlagich bo'yicha ham sotayotgan ko'pchilikda DC avtomati boshqasi o'ta past напряжение и keyin naqaga juda pasaytirilgan. Men o'zimni mashinamning orqasida ham turibdi, olib kelsam, hattoki mana shu yerdagi ham haligi to'g'risini aytish kerak. 1000 volt desa 800 voltlik o'sha. U o'ta katta bo'lib ketadi. Narxi ham o'ta qimmat bo'lib ketadi. Bu bozorda hech kim unaqa qilib sota olmaydi. Mayli shu ham, lekin undan ham battar qilib 300-250 voltlik borki, shuni ham olib kelib 500-600 volt deb sotyapti-da, 800 volt deb. Eng zo'r yo'li misol uchun panelimizda yozilgan 25 amper bor, 50 volt bor. Voltajni hisoblab turib, jabr bo'lsa amperajiga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, voltajiga ulab, voltajni to'g'rilab, amperaj o'zi yozib qo'ygan. Necha buniki bitta MPPT'si 26 gachami, 28 gachami qabul qiladi. 25 qo'yilsa, bu yoqqa o'tkazib yubormaydi. O'zi panelda o'ziga ham haligida ham aytdim. Har bitta panel qo'yganingizda, panelda o'zini ulanishinikida qanaqa saqlagich qo'yishdi, agarda qanchadan oshib ketib qolsa, panelligida ayrim paytda oshib ketib qolishi mumkin, shunchadan to'k, shuning uchun buncha saqlagich qo'y deb turib, siz bundan emas, panelda o'zidan kelib chiqsangiz, masalan, yo'q, tomoni ham bordi. Yoz paytida, pik bo'layotgan paytda biz sinovni o'tkazganimizda, pik paytida panel berayotgan 16 amperdan ham kuchli, misol uchun 20 ampergacha tok bera oladi. Chasli pikda 1 soatga, 1,5 soatga bera oladi. Invertor so'ra oladi shu narsani. Stabilniy invertor qizimaydi, stabilniy ishlaydi. O'sha paytda avtomatik otaveradi. Praktikadan o'tdi u. Ha, chunki uzoq vaqt ishlagan hisobiga. Amperaji kichkina bo'lgani uchun paneldan, misol uchun panelga qarab qo'yasiz 16 amperli. Lekin yo'q, tushunmayapsiz. Qarang, bitta narsa. Birinchi o'rinda panelni himoya qiladigan avtomat emas deb haligini ham aytdim. Birinchi o'rinda saqlagich 25 amper dedik. Agarda 25 amper oladigan bo'lsa, 25 amper saqlagich qo'ydingizmi? Undan keyin agarda hozir aytganimdek, agarda sifatli bo'ladigan bo'lsa, siz 25 amperlik avtomat qo'ysangiz, u unaqa otib yormaydi. Menda laboratoriyamda xohlasangiz olib boraman. Men bozoringizda liboy avtomatingizni olib boring, deyarli hech qaysi nominalga chiqmaydi. Yo'q, nominalga to'g'ri. Bizda misol uchun qanaqa 16 da misol uchun 16 lik qo'ydingmi, otib olyaptimi? Men risk 32 qo'ymayman. 25. O'zi 16 bo'lmaydi-ku. Avtomatniki. Masalan, siz yo'q, tushunmayapsiz. Mana saqlagich 25 qo'ydingiz-a? Ha, predahentli 25 qo'ydingiz-a? Undan keyin 16 avtomat qo'yish o'zi xatoda, chunki sizda 16 amper nominalida 2 soatdan oshiq ishlasa, avtomat qiziydi-da tashlash kerak. U vazifasini bajaryapti degan. Endi u avtomat 16 amperlik o'zi aytayapman, sifatsizroq kelyapti deyapman-ku. Demak, uni nominali 16 emas, 15 amper deylik. 15 amper 2 soat ishlaydigan bo'lsa, u tashlash kerak. Qiziganni hisobiga bu vazifasini bajaryapti degan. Shuning uchun menda bu qo'yildimi? Birinchi o'rinda men avtomatga qaramayman-da, saqlagichni qo'yaman. Birinchi himoya qiladigan o'zi asosiy saqlagich. Keyin undan keyin avtomat qo'yamiz. 20, men ko'proq 20 qo'yaman yoki 25 qo'yaman. 16 deyarli qo'ymayman, chunki u menga faqat kabeldagi qisqartirishi bo'lsa himoya qilish kerak. Panelda MPPT kontrollerda o'sha predahentli himoya qiladi. Endi qarang, misol uchun, men misol uchun bu ilm bir xil olinmagan ilmimizda hammaligi har xil. Endi predahentli olsiz, misol uchun men predahentli umuman qo'ymayman. Sababini aytaman sizga. Nimaga? Hammaligi har xil. Nimaga? Misol uchun men xitoyliklardan Xitoyda hamma yoqda disk avtomat predahentli qo'yilmaydi. O'zi predahentli vazifasi menga tushuntirishgani bo'yicha oldin esingizda bo'lsa Regi invertorda bo'lardi, 10 kilovatli shu gibrid invertorda bo'lardi. Misol uchun amperaji ko'tarsa bo'lardi. Parallellab kelasiz, keyin отдельно ulab ikkita shtaker bor edi. Shtaker bilan ulaganingizda ana o'sha paytdagina predahentli qo'yiladi. Zamikayani hisobiga.
zamikani hisobiga bu ikkita alohida liniya kelayotganda zamikani faqatgina diskning atrofida bo'lishi mumkin. Agargina gofranchiga plus bilan minus tiqsangizgina o'shandagina zamikani bo'lishi mumkin. Anaqasi ochilib qolsa. Faqat zamikalarni anaqasini oladi PDF-ni. Endi bilmayman-ku. Qisqa tutashuv. Eshitib turing. Mana shu xato narsa. Xohlasangiz Xitoy, men ham Xitoyga borganman. Xitoyliklar bilan megavat, 100 megavat, 200. Yo'q, eshitib turing. Yo'q, hozir siz aytayotgan gapingiz 100% noto'g'ri. Sababi saqlagich qisqa tutashuvdan himoya qilmaydi. Saqlagich faqatgina tok ortib ketishidan, agarda qo'yilgan bo'lsa, saqlagichning ichidagi materialiga qarab turib kuchlanish ham ortib ketib qolganda ham uzilib ketishi uchun qo'yiladi. U qisqa tutashuvga emas asosan. Yuklama ortib ketgandagina uziladi. Qisqa tutashuvga avtomat qo'yiladi. Avtomatik o'chirgich qo'yiladi. Chunki har safar qisqa tutashuv bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan saqlagich avtomat yuklamada ko'p ham otmaydi. U asosiy vazifasi qisqa tutashuvda otish, yuklama o'ta ortib ketganda otish va qizishda otishda. Qachon qiziydi? Qachonki yuklama uzoq vaqt ishlasa, masalan sharti bor. 1:13gacha 1 soatgacha o'chmaslik kerak, 1:45 ta примерно 20 minutgacha o'chmas. Shunaqa o'zini qoidalari bor. Shu paytda ham o'chmaslik kerak. Lekin saqlagichga uni qizig'i yo'q. Siz nagruzkani sirazi oshirdingizmi, kontroller qabul qila olmaydigan darajada uje saqlagich shart uzadi, bo'ldi, tamom. Ham uzish darajasi ham avtomatga nisbatan tez. Shuning uchun qo'yiladi. Men masalan endi sizni men ular xato qilyapti yo boshqa demoqchi emasman. Hozir ham 400 megavatlik loyihamiz bor, qilib kelyapmiz. Men shef montajda turaman, prosta bolalar kabelni olib kelib, men invertorni qo'yib beraman. Saqlagichi bor, proyekti bor. Men qilmaganman u proyektni. Xitoyliklarni o'zi qilgan. Bizda tasdiqlangani, bizga kelib tasdiqlangani bor, Gasimdan o'tgani bor, boshqa va hokazosi bor. Men qilmaganman uni. Hammasi saqlagich bor. Birinchi o'rinda saqlagich. Hozir ham aytdim, agarda sizda imkoniyat bo'lsa, qaysi birini qo'yib turay yo boshqa bu deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda saqlagich qo'yib beringlar. Nimadir bo'lsa ham birpas saqlagich ketadi, ishlamayapti deydi. Sirazi servizga yo bo'lmasam ustaga telefon qiladi. Usta aqli yetmasa, sizga chiqadi. Chunki avtomat bo'lsa ko'tarib qo'yaveradi. Tashlab yuboribdi deydi, tagiga o'ylamaydi. Masalan, bittasiga telefon qilyapti-da, aka deydi, men avtomatni ko'tardim, bir 7 marta deydi. Ishlamadi, keyin oxiri invertordan sasigan hid chiqdi deydi. Saqlagichni naqa deya olmaydi. Qo'yadi, shaq uziladi. Almashtira olmaydi. Ko'p olib kuymaydi deydi, shunisi ham bor. Yo'q, endi avtomatga tashlamaydi u. Avtomat tezroq tashiydi. Adashyapsiz. Birdan aytildi, uzish tezligi 0.1 millisekundgacha boradi. Saqlagichniki 0.1 sekund. Faqat avtomat bo'ladi. Yo'q, unda demak sizda yuklama ortmaganda kabelingizni o'zida yo nimadir bo'lgan yoki bo'lmasam tanlanganligi ikki xil bo'lgan. Men qo'yilgani faqat avtomatdan adashib qoldim. Mana gagama dada degan avtomat kelib qoldi-ku bir bozorga. Biroq ko'p chiqib qoldi. Menda bunaqa narsa, men ham institutlarda boshqa ilmiy ish qilgan, boshqa qilgan bo'lsak, menga o'xshagan odam bo'lsa ham ko'pincha u bu narsa bo'lsa, sinaganmisan, laboratoriyada tekshirganmisan deyman. Men bitta narsa gapirishdan oldin tekshirib olaman, ko'rib olaman. Yo'q, men uni demayapman, prosta o'zimni ilmimni oshirish, prosta bilish, Bitta narsa aytaman, ilm oshirmoqchi bo'lsangiz, quloq ikkita, og'iz ikkita. Yo'q, конечно. Endi diskussiya degan narsa diskussiya qilyapsiz. o'zingiznikini o'tkazyapsiz faqat. Saqlash kerak birinchi galda. Xafa bo'lmang, behurmatlik qilyapsiz deyotganim yo'q. Ustoz, biz bu odamni ancha yildan beri taniyman, ustozni bilamiz. Borganda biz bilan faqat eshitamiz. Savol beramiz deb jim o'tiramiz, eshitamiz, yozamiz. Ya, naqa demanglarda. Yo'q, endi bu menga bunaqa deb chaqirishmadi-da. Yo'q. Savolni oshirsak bo'ladi, ilmingizni oshirsangiz bo'ladi. Siz gapni eshitmayapsiz-da, siz faqat перебивать qilyapsiz. Manda bunaqa bo'lgan. Oke, siz holatni tushunishingiz kerak-ku. Yo'q, tushunishingiz kerak. Yo'q, eshitib olmasdan turib перебивать qilyapsiz. Oke, xafa bo'lmang. Shunaqa bo'pti deb o'tdi. Hamma jim o'tiribdi, oke. Mana savol berilyapti, savolni berib. Ya, mayli. Manda bunaqa bo'lgan. Saqlash yo'q, manda bunaqa bo'lgan. Yo'q, manda bunaqa bo'lgan. Endi o'qitdi. Eshitib oling. Yo'q, 100% haqsiz. 100% haqsiz. Baqirdim qo'ydim. Eshitib oling. Mandaqa holat bo'lsa-chi, siz bunga ham javobini aytasiz. Eshitib olasiz. Mandaqa holat bo'lsa-chi, siz bunga ham javobini aytasiz. Bizga ham shu qizur.
aka o'zimni ham holatimni aytib tushuntirishim kerakmi? Ha, mana Lekin men shu o'zimni holatimni tushuntirib Yo'q, bunaqa man siz holatingizni ko'rdingizmi? Xunuk-ku, to'g'rimi? tushuntirmayapman. Men gapirganimcha siz o'zingizni uqtirib ketyapsiz-da. Yo'q deb. Vallahi. Siz ham eshitdingizmi? Mayli, unaqa qilmanglar-da, bir-birlariga qarang. Men Ulug'bek akam biladi, prosta bir joyga borsam, priborni baza bilan boraman-da. Masalan, ko'pincha maqtanaman bularga ham, muncha menga bunaqa oldim, muncha menga buni prosta tak qiziqishga yo maqtanishga olmayman. Borsam, sirazi bitta narsani ko'rishdan oldin bitta o'lchayman sirazi, qo'yaman. Nimaga tashadi bu o'zi? Sababini o'rganaman. Yoki bo'lmasam nimaga deyman? Nima uchun buni ham men aytib kelyapman? Hozir boshida ham aytganimdek, mana 2008 dan beri ishlasam, qancha qo'yib tashlaganmiz bilmayman. No, qo'yganmiz shu kelib chiqqan tajribalarimizdan, bo'layotgan muammolardan. Men o'zim sherigim bilan rahmatli o'tib ketdi, Ma'rif aka degan kim tanib bilmayman-ku, invertor yasab sotganmiz. O'zimiz kustarni invertor yasab sotganmiz. 5 yil davomida cho'tki qilib viloyatlarga polностью sotganmiz. Keyin undan keyin hali bizda bu o'ta qimmat edi. O'sha invertorimizga MPPT kontroller qo'yib so'linishni ulasa bo'ladigan qilganmiz. Prosta biznikini video xunuk bo'lganligi uchun sota olmaganmiz. To'g'risi, keyin Xitoyda ko'payib ketdi, arzonlab ketdi, mana regi. Yo'q, uni harakat qilib ko'rdik-ku, baribir Xitoy narxdan urib yuboryapti-da. O'zbekistonda ham shu, demak siz ekansizda. Toshkentda darsga borganimiz bitta usta aytib berdi. O'zbekistonda ham bitta usta bor, yasab sotgan deyapti. Ko'p odam ishonmadi, qanaqa qilib deyapti. O'zi hammasini o'rganib, detallarni haqiqatda sotgan. Facebookda men sahifam bor, ko'rsalaring bo'ladi. 2011-yilda ham rasmlarni qo'yganman. Rosa reklama qilardim. U paytlarda 2009, 2008, 2012 gacha to'k rosa ko'p o'chardi. Odamlar to'k yonishini kutardi, bilsalaring, viloyatlarda 2 soat yonib, 4 soat o'chirib, o'sha paytlarda biz ota-onang nima endi Jiguli, Moskvich, Nexia Pexalar ko'p pasida Jiguli minib yurguncha invertor olib, ota-onang duosini ol qilib reklamalar qilganmiz, boshqa qilganmiz, invertor qo'yib. Endi qimmat edi, lekin uni Kamazda akkumulyatorlari, Geliway akkumulyatori asosan bizda yangi kelgan payt edi, UCL MTSlar kelganki, ular chiqazib olgan akkumulyatorni yaxshilarini tanlab, ozgina razryad qilib, trenirovka qildirib, sal ko'paytirib, amperajni yozib sotardik. U paytda Geliway akkumulyator ham o'ta qimmat edi. Bor-da, endi qimmat edi. Shuning uchun prosta tajribamdan kelib aytayapmanki, ertaga sizni kimdir eshitsa yoki men sizga mana shunaqa ekan demasam, xafa bo'lmang yana. Sizni gapingizni kimdir oladi-da, demak, saqlagich yaxshi emas ekan, avtomat yaxshi ishlar ekan deydi. Qolib qoladi. Yo'q, sizni men ayblamoqchi emasman. Shunaqa degan qolib ketib qoladi. Shuning uchun boshida ham aytib qo'ydim. Agar o'zi asli qo'yilsa, hammasi teng qo'yilishi kerak. Qo'yilib ketish kerak. Uzibga ham nima uchun saqlagich qo'y deydi? Sababi uzib hozir ham aytib o'tdim. Perinaprijeniya paytida to'k ko'payib ketib qolgan paytida to'k yerga oqizaveradi. Uni qarshiligi 0 ga aylanadi. Va undan to'k oqishni boshlaydi. Doimiy oqib turaveradi yerga. Agar siz zazimlina simlaringiz, boshqalaringiz to'g'ri bo'lmasa, u yer yonib ketadi. Yonib ketgan joylar ko'p bo'lgan, gruppalarga tashlaymiz, boshqa qilamiz, ko'rsatamiz. Keyin aytamiz, uzibni nimaga bilan qo'ygansan desa, avtomat bilan qo'yganman dedi. O baraka topib ko'r. Avtomat ishlamaydi unga deymiz. O'zini har bitta uzibni mana biz shogirdlar qo'ygan, YouTube'larga qo'ygan, o'rgatganmiz, boshqa qilganmiz. Delixi misolda, endi Delixini haliginaqa injener bo'lganimizga misolda ko'rsatgan YouTube'da videolarimiz ham bor. Saqlagich tanlashi bor. Prosta har bittasi bir ilm-da endi. Masalan, buni qo'yishga, buni qo'yishga, buni. Shuning uchun haligida ham aytdim, agar odamlar prosta sizdan so'rab, nima qo'yay, men hozir buni qo'ya olmayman, bir xilgisiga $800 invertor ola oladi, lekin $4, $5 mono desangiz, og'izga haligi uncha qiynaladi-da. Shunda men sotsam ko'proq avtomatdan ko'ra saqlagich bilan sotaman. Chunki men tajribamda ko'p bo'lgan, nimadir bo'lib qolsa, mana shu yonib ketmaguncha avtomatni ko'taradi borib. Men endi sizga men o'zimni holatimni mana qilishsin deb aytmadim. Men o'zimni holatimdan kelib chiqib gapirdim. Yo'q, sizni ayblamayapman. Prosta men aytganimki, qolib ketmasin. Fikr degan ma'noda aytdim. O'zim bilimimga o'zim ishonaman, hamma o'zini bilimiga. To'ppa-to'p. Mana bu yerga kelganim sizdan bir bilim oldim. Agar xohlasangiz, Kadishevda laboratoriyamiz bor. Olib borsangiz, men sizga real ko'rsatib beraman. Xohlasangiz, YouTube'da, Instagramda videolar qilganmiz, ko'rsatganmiz, tekshirganlarimiz
baramiznikini. Xohlasangiz uzib qanaqa ishlashini, necha kilovoltda uzibni naqasi qarshiligi 0 ga tushishigacha ko'rsatganmiz. Endi masalan ayrim uziblarda turiga qarab turib ko'proq kuchlanish berish. Siz aytganingizdek, напряжение oshib ketib qolsa nima bo'ladi deyapsiz-ku. Xuddi напряжениеni ko'rsatmaganligi, izolyatsiyani o'sha напряжениеga mos qilmaganligi, o'zi o'sha izolyatsiya necha voltgacha chidab beradi, ungacha qilib bera oladigan laboratoriyamiz bor. Yo'q, bu hali maqtanish boshqa. Borsangiz, prosta qiziqsangiz, o'zingizga u ham bo'ladi. Keyin kimgadir ko'rsatsangiz ham mana men borganman, ko'rsatganman, ko'rganman, qila olaman desa bo'ladi. Unda naqasda emas. Lekin imkon qadar qo'yiladigan o'sha saqlagichi uzipi avtomatini qo'yib qilsa, bu arzon narsa emas, bu bir. Ikkinchidan, doimo borsa, haligi buni yechib olish muammoda. Uzipni yo bo'lmasam saqlagichni avtomatni bitta yechib almashtirish muammo emas. Ertaga 10 yillab hozir aytyapsiz-ku, garantiyasiga 10 yillab, 15 yillab ishlashini ta'minlashimiz kerakmi? Shu himoyalarni qo'yish kerak-da. Stabilizator bilan savol bor yana. Bu deya aslında qaysi stabilizator yaxshiydi? Laterda yoki airway? Laterda. Relay'ningda bitta yomon tarafi bor. Relay'ning 0 bilan naqani fazani o'zini o'tkazadi-da, shu paytda 0 uzilib qoladi. 0 uzilib qolsa, bilasizlar, lineyniy bo'lib qoladi. 380 voltgacha ko'tarilishga harakat qiladi fazaniki. E'tibor bergan bo'lsalar, ko'p relay напряжениялар 270-260 qilib bitta o'chirib bitta yoqadi. Relayni qachon yaxshi? Relayni напряжение o'ta pasayib ketgan joylarda past turadi, o'ynamaydi. Past turadigan joyda zo'r. Unga later ishlay olmaydi. Chunki laterni o'tkazishi, cho'tkasini, masalan, siz doim ham chetinkai yo azavolt stabilizator qo'yib bera olmaysiz-da. Ularnikida rolikovi va yuziyasi ham katta tok oqa oladi, u ishlayveradi. Agarda klient shunaqa klient bo'lsa qo'yib bersalaring maza. Lekin biz baribir unaqa klient viloyatlarga boshqaga sotsak, unaqa ola olmaydi. Agar o'ta past bo'lib ketib qolsa, tok ko'p o'ynamasa, relayni taklif qilavering, ishlayveradi. Agarda tok haligi ko'p o'ynaydigan, pastlab ko'tariladigan bo'lsa, later qo'yish kerak. Tez shassa o'ynaydigan bo'lsa, deyga o'sha yaxshi. Later qo'yish kerak. Shuning uchun men ko'proq later qo'yamiz. Hozir bilsalaring, laterda ham 40 volt, 60 voltdan ko'taradiganlari bor. Masalan, Prime'da bor, Stabic'niki bor, 80 voltdan ko'taradi. Ishlaydi, bemalol ishlay oladi. Men nechta joyga qo'yib berganman, boshqa qilib bergan, faqat bitta narsa bor. Stabilizator sizda endi напряжениеni ko'tarib beruvchi emas, obratni ishlaydi. Unda boshqa magnitoprovodi boshqacha ishlaydi, batareyasi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun zapas sal ko'proq olib qo'yilish kerak. Bo'lmasa qizish bo'ladi-da, sotuv kamayib boraveradi. Haligi turgan sari bu stabilizator kamroq o'tkazadi. Shuning uchun masalan zapas olsalar, masalan 10 kilovatlikka masalan men 20 kvalik bunaqa qo'yib yuboraman. Sizlarda mana deyda hech ko'rmadim, qoida smart logger degan narsasi bor. Sizlarda ham bor smart logger, o'zi degan olib kirganmiz, olib kirmaganmiz? Yo'q, olib kirmaganmiz. Sababi smart logger endi ko'pincha deya qo'yilyapti, smart logger kerak bo'lyapti. Aytganingizdek, deya generatorlar bilan yaxshi chiqishadi. Huawei'ga o'xshab, Huawei ham xuddi shunday yaxshi chiqishadi. Smart logger nima kerak bo'lyapti? Katta proyektlar bor, Grand Faram olaylik, katta megawatt qo'yadigan. Endi 4 ta 5 ta invertor bizni birlashtirishimiz kerak. Ularda aytganingizdek generatorlar haligacha ham ishlaydi. Generator dor anaqalarida kerak bo'ladi. Deya anaqani Huawei narx qimmat chiqqaniga biz tenderda yuta olmadik. Deya agar smart logger rosa qildim, topa olmadim smart loggerni. Smart logger bir-birini birlashtirib, siz aytganingizdek gertsovkasini to'g'rilayveradi. Smart logger nima kerak ekan? O'sha gertsovkaga значение berilar ekan. Generator yoqilganda, davlat to'p yoqilib qolganda, invertor ishlashiga shu narsa yordam berar ekan. Smart logger bor. Komanda berar ekan. Shunda. Hozir bo'lsa, o'sha narsani kimdir smart logger ulashni o'rgatadigan bo'lsa ham zo'r bo'lardi. O'zimiz olib kelganimiz yo'q-da, olib kelsak bo'ladi, bor, lekin smart loggeri. Shu loyihalar chiqyapti, Huawei bilan bizga qimmat chiqib ketyapti. Men bitta loyihada shunaqada YouTube oldim, bir-biriga bog'lamadim-da, hammasini alohida avtonomda qildim-da. Bir marta qildirgan ekan-da o'sha narsani talab qilishdi bizga. Men shunaqa qilib berdim, har bittasiga generatorda o'ziga moslab, o'zi men ko'rgan bo'lsalaring, mana bunda ham bor. Generatorda o'zini naqasi bor-ku, nima edi? ATSga ham signal chiqaradigan naqasi bor. Deyani o'zinikida bemalol signal berib generatorni ishga tushirib o'chirish mumkin. Anaqada CTO'da yo'q ekan.
Setivoyda Aslında sityoy so'rashmoqchi ustunovkaga. Sityoy davlat to'ki o'chganda bu ham o'chadi-ku, generator yoqilsa, panel ham ishlab tursin bu. ha ishlaydi bu ham. Ha, Ishlaydi. Smart logger kerak. Yo'q, 5 smart logger ham ishlaydi alohida qilsangiz. Faqat nastroykadan gersini o'zgartirib qo'yasiz, keyin bir-biriga bog'lamaysiz invertorlar. Alohida berasiz. Men 4 tani 100 kilovat, 4 ta 100 kilovatni, 110 kilovat shuna qilib alohida qilib topshirdim. Uje pashti 1 yildan o'tyapti, ishlayapti, normal. Agar iloji bo'lsa smart loggerlar harakatini qilsalar, U qimmatroqligi uchun biz keyin siz so'radingiz, bo'ldi, boshqa birov so'ramadi. tenderga biz misol uchun megavatlarga biz qiziqamiz-da. Bo'ldi, biz uni bitta olib keltirib qo'yamiz, Alisher aka, bitta yozib qo'ying. Smart loggerini bor, unda ham bor. Просто o'shani jarayon ustunovkasi qanaqa? Misol uchun server alohida yaratilinadimi yoki uni aslida klientlarning sprosi server alohida yaratib beriladi? Ha, keyin uni o'zingiz ham kirib tursangiz bo'ladi, bemalol nazorat qilib. Bitta serverga qimmat bo'ladi. Smart logger bo'lgandan keyin alohida baza bo'lar ekan o'zingiz. Deyani o'zining programma обеспеченияsi bor. Biz yaqinda o'sha sizga aytganingizdek biz o'zimiz sistemaga ulamoqchimiz. Qilsak men o'zim uchun ham tajriba, hali men smart logger deyanikini foydalanganim yo'q. Lekin Huawei'dagini foydalanganman. Huawei'dagini 3 marta foydalandim. Deyanikidan hali foydalanganim yo'q. Hozir u bilan переговор ketyapti, yozganmiz. Agarda bersa biz o'zimiz programma обеспечение qiluvdik-da, shunga bog'lamoqchimiz. Huawei'da bog'lay oldik. Lekin yaxshi bo'lardi. Huawei o'zi berdi, dostуп berdi o'zi. Doim ham smart loggerini ola olmaysiz-ku. Shunga через RS485 invertorga bog'lanadigan programma qiluvdik. Smart logger aslida alohida server qilishga kerak bo'ladi. Yo'q, tushundim buni. Lekin uni ham qo'l bola qilsa, lekin deya hozircha javob bergan yo'q. Lekin bor ularda. Katta korxonalar mana shunaqa internetga tarqalmasin, boshqa narsa qilmasin deb o'ziga alohida server. Shunday. Sababi. Tashqariga chiqmasin, informatsiya o'zimning ichimda server o'zim ishlaydi. Bu yaxshi narsa ham, keyin nastroyka boshqa o'bularga ham kirib ketsangiz, o'zingiz borib ham o'tirmaysiz-da. Yaxshi narsa. Keyin hozir garantiyasiga ham aytyapsizlar-ku, ko'p joyda yonib netib ketib qolsa ham ko'p ham aytganmiz. Deyani o'ziga ham agarda Wi-Fi bo'lib bog'langan bo'lsa, o'zini serveriga buni QR naqasi bor-ku, zavodskoy nomer. Shu zavodskoy nomerdan bazadan olsa bo'ladi, nimaga yonib ketgan boshqasiniga. Sababi. Nimada degani ko'p qilish sababi shu noto'g'rilanish. Ustal otdan ustaga egardan tushmaydi va hijolat qiladi klient oldida. Ustamasligini isbotlab qo'ysangiz hijolat qiladi. Keyin ko'pchilikda masalan menda ko'p shogirdlarga o'rgataman, panelda ulaganda masalan invertorda o'zini yuqori va past kuchlanishini yozib qo'yadi. Masalan, minimalni Open MPPT 160 volt, Closed 850 volt bo'ladigan bo'lsa, meni tajribamda men shogirdlarga 60% eng closed bor-ku, shuni 60% da olganda shundan balatlatmagan. Shunda qilsang MPPT kontroller ham qizib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, halastoyda ham ko'tarilib ketmaydi deb o'rgatardim. Ulug'beyga ham zo'r variant o'rgatdi. Bular o'sha normal closed bilan normal open bor-ku, shuni closeddan openga ayirib tashlar ekanda, shundan o'tkazma der ekan. Hozir shuni sal oddiyroq tushuntiramiz. Ko'pchilikda ustalarda yoki bo'lmasa shu quyosh invertorlarining panellarini sotadigan deylik do'konlarda, menejerlarda shunaqa muammoga duch keladi. Chunki menejerning asosiy ishi sotaman bo'ldi deydi. Eng asosiy sifatli narsa qaysi bir yaxshi, qaysi bir yomonligini tavsiya beraman bo'ldi. Bu yog'i ishim yo'q, yog'ini elektrikka yo ustanovshik ishi deydi. Lekin bir xil payt ayrim bir ustanovshiklar borda, o'zim bilaman deydi-da, bilmagan odam ham kelib turib, "O, katta ustaman" deb olib ketadi-da, borib ulolmaydi. Keyin telefon qiladi. "Aka" deydi, "Sizga pulini to'lab qo'ydim-ku, yordam bering, maslahat berib yuboring" deydi. O'sha paytda ayrim bir menejerlar nima qiladi? "Biz ustamiz bor, ulab beraman" deydi yoki bitta katta usta bor, undan maslahat so'rang deydi. Elementarniy narsani u usta yo safarda bo'lib qoladi, yo bo'lmasam shu Sarvar akaga o'xshab seminarda trubkani ko'tara olmaydi. Ani o'tiribdi, ani uyda egalari hozir mana duo qilamiz, stansiyani yoqib beradi deydi. U yoqolmay o'tiradi, peshonasidan ter oqib. Shunaqa holatlarda biz uchun oddiy misol yosh ustanovshiklar uchun life hack qilganmiz. Ko'p ustalarimiz deylik energetika sohasida o'qimagan yoki bo'lmasam shu o'qimasdan diplom sotib olgan yoki bilmaydi. Ko'pchilik samouchka, ular uchun eng oson narsa nima? Hamma invertorlarda, misol DE'da maksimalniy напряжение quyosh panelidan kelgan 850 volt bo'lsa, minimalisi 200 volt deb yozilgan.
Biz uni nima qilamiz? Oddiyroq tushuntirish uchun 850 dan 200 ni ayir deymiz, nechi qoldi? Deylik 650 qoldi. Shu bo'ldi, напряжение 650 dan oshirma, o'laganda quyosh panellarini yig'in desa deymiz. Ulovr deymiz, xato qilmaysan deymiz. Eng osoni shu. Yana uni qayerdan olasan, qayerdan olaman deydi. Tester bilan keladi, bitta panelni tekshirsa 41 volt berib turibdi. U 41 volt deylik yoki 45, 46 beradi o'zi, xalosda xotda tester ulaganda. Qishda misol напряжениeni oshishi, yozda bo'lsam tushishini hisobga olib, nima deymiz? O'sha har bir panelni birkasida o'rtacha xalosda xot 50 volt deb yozilgan. Bo'ldi, 50 voltni ko'paytir deymiz. 8 ta, 12 ta, 14 ta panelni ulasang, 600-650 voltga chiqasan, bo'ldi deymiz. Shu narsani misol o'zingiz uchun bilib olsanglar, eng osoni. 850 voltdan 250 volt, 200 voltni ayiramiz, 650 qoldi, bo'ldi. O'sha напряжениеdan oshirmanglar deymiz, bo'ldi. Shunda qishda напряжение panelda ko'tarilganda ham yoki bo'lmasam yozda tushib ketganida ham, ani invertorimiz stabilni ishlayveradi. Nagruska bo'lmaydi, qiynalmaydi. Men shu 06 ga ko'paytirgizdirib yuboraman. 06 ga ko'paytiramiz, 60% degani. U ham, bu ham почти bir xil, bir-biriga yaqinroq. Endi nima uchun endi kimlargadir 06 ga ko'paytir, 60% ni ol deb nauchni tushuntiradigan bo'lsak, kimdir u sohada qiziqadi, zo'r biladi. Kimdir haqiqatan bilmaydi. Yoki bo'lmasa esidan chiqib qoladi. Nechaga ko'paytirishim kerak deydi. Yana telefon qilsa, "Oppo, yana qildimi, olmay turay" deb qolishi mumkin ayrim bir ustalarda. Eng osoni shu. Maksimal напряжениeni minimaldan ayirib tashlaymiz, bo'ldi. Chiqqani o'sha paneldan keladigan tok kuchini hisobi chiqaveradi. Keyin yana ko'p muammo bo'layotgan tarafi, ayrim joylarda bo'lyapti, haligi arzoncha o'rnatadiganlarga ham sotyapti, majbur. Invertorimiz yaxshi bo'lyapti, lekin panelni sifatsiz bo'lgani hisobiga mana yaqinda YouTube'ga ham qo'ydim. 1 yilda panelda o'zini mana chiqqan simi bor-ku, shu quriyapti-da, usti ochilyapti, temirga tekkan joyda korotka bo'lyapti-da, bu yoqda qo'ygan shu aytganimiz zashtalar o'zi bormi yo'qmi qo'yilgan. Qo'yildiga. Lekin MPPT kontrolleridan qo'yib qolyapti, yo'qsa blokka tushib qolyapti, shu bilan yotyapti. Birov e'tibor ham bermayapti. Hech bo'lmasa o'sha narsanikiga haligi gofra tiqib ket desalaring ham bo'ladi. Gofra, hech bo'lmasa arzonchi gofra bo'lsa ham tiqib ket. Shunda uni arzonchi panelda ham haligi izolyatsiyasi bor-ku, shu quyoshda yolib nima qilib ketmaysin. Quyosh kelsa zash yo'q, original boshqasinikida qilingan. Lekin yana bitta narsa, hozir rosa ko'p bo'lyapti. Menga deyarli haftada 3 ta odam Jinkoni original emasligini tekshirishga kelyapti. Shundan ikkitasida original emas Jinko kelyapti. Shuni QR kodini qilsangiz, o'zini radnoy saytiga va kodiga chiqarib berish kerak, lekin ko'pchilik o'sha haligi poddelga chiqazayotgan ham radnoy saytiga o'xshagan sayt qilganda, unda ham Jinko degan yozib, lekin shunga o'xshagan joyga chiqarib beryapti-da. Keyin uni izlab boshqa qilsangiz, aqli bor odam tekshirib ko'radi. Saytiga kirib ko'rishingiz mumkin, yo bo'lmasa Xitoy versiya endi. Yo'q. Yo'q, Xitoy versiya emas. Yo'q, unaqa emas. Davlatga chiqarilganida regioniga chiqarsizlar bor. U emas, uni Urumchida yoki bo'lmasam shunga o'xshagan joydaligida bir haligi prikol ham chiqargan mana qilib. Shunda naklengasini olsangiz, boshqa. Shuning uchun shu joylarni ham ustaga ham men qattiq gapirmayman ko'piga. Juda yaxshi, chiroyli gapirib, yo'q, rostdan men bu yoqlarga nechtasi bilan gaplashaman, imkon qadar akam qilib, sekin tushuntirmasangiz ko'p joyda xafa bo'lib qoladi. Keyin u xafa bo'lishi mayli, prosta bitta narsasi siz sabab xafa bo'lib boshqa bo'lib qolsa, o'sha sohani o'ziga yomon ko'rib qoladi. Keyin ko'p pul bekamga o'sha ko'p pul so'rasa ham xafa bo'lib qoladi. Keyin menga chiqadi. Yarmiga. Yo'q, bo'lgan praktikamizda bu ko'p bo'lib turadi. Sizga bog'lash pulli deb ketdilar. Yo'q, unda emas. O'zimiz anaqamiz bor. O'zaro yo'nalishlarimiz bor. Keyin menga chiqadi. Keyin men ham sirasi uni bekiga chiqamanda bilaman-da, men o'zim nima. Yaxshi layf aytibsizlar kelishdi. Yo'q, u kutilmagan narsa edi, lekin praktikamiz. Qilmadi degan narsa. Yo'q, praktikamizda bu bor. Ungacha qilsa ham men imkon qadar bu tana qilish emas, astag'firulloh. Pesabullar yordam beraman ko'pchilikka. Ulug'bek amalib bo'ldi. Nima deydi? Hozir 10 dan keyinga xotin majburlagani uchun naqa qo'yganman, blok qo'yganman. Prosta Telegramdan o'qishim mumkin, lekin telefon qilaolmaydigan qilib qo'ydim. Majbur, chunki 12 da ham invertor ishlamaydigan bo'lsa ham bir xilgilar o'tiradi-da, bunda qo'yib qoldi, shuni tugatib ketay degandim bugun deydi-da. Endi masalan, u sizga uxlab yotganingiz qiziq, lekin unga yomon gapirsangiz xafa bo'lib qoladi, keyin o'zingiz ham g'alati bo'lib qolasiz. Shuning uchun undan yaxshisi Telegramda javob beraman.
Undan keyin telefonim faqat yaqinlarga ishlaydi bu. Bizda sal boshqacharoq bo'ladi. Telefon qiladi, yordam bering deydi, kelib qilib keting, rasm video tashinglar deyman, ko'pchilik biladi. Rasm video обязательно so'rayman, чтобы nima deb javob berish uchun yo muammoni tezroq hal qilish uchun. Qarayman-da, значит bu pulli ish. Deylik, yashirmaymiz. Bo'ldi, men buncha pul bo'ladi deyman. Aka deydi, kelishtiraylik deydi. Yo, bu yerga boraman, u qaqadir. Men bu joyini to'g'rilayman, men buni xizmatim buncha, men buniki buncha bo'ladi desam, bo'ldi deydi. Hozir qilib yuboraman dedi, bilaman qilmaydi. Keyin u 8:30-9:30 dan keyin telefon qiladi, shogirdlar bor. Aka videozdan chiqib yuboring dedi. 8:30-9:30 da telefon qilib yoqsam, ana o'sha joyda aka bizdan oluvdi invertorni, yo xo'jayinni olgandi, tekinga keldim dedi. Yo, yoningdagiga berib turibgani deyman-da. U gap ani yarim narxga kelgani ma'lum, baribir ertamindan chiqadi ko'tagi. Gap u pulda emas, yo kimdir nima deydi, nonini yeb ketishda emas, rizq Allohdan. Biz sababini qilamiz bo'ldi. Prosta iloji boricha o'sha muammoga duch kelmasligi uchun bu treninglarni uyushtirishimiz. Misol sizlar ham invertor sotasizlar, kimlardir o'rnatadi, kimlardir muammoli joylarga chiqadi. O'sha eng asosiy muammolarni ko'rib chiqaylik va bu ko'rib chiqqanimiz mana xudo xolisa videolarga yoziladi. Shularni o'sha qirqib, chiroyli qilib, yomon joylarni qirqib tashlab, chiroyli qilib, sizlar o'zingizlarga ham tarqatamiz, чтобы o'zingizlarda ham bo'lsin. Deylik, mana katta stansiyalar bor, 100 kilovatlik. Eng kattasi bari 100 kilovat. 1 megavat bo'lsa ham bu bari 100 kilovatdan yig'in desa. 100 kilovatli stansiyalarni asosan nima qilamiz? Ko'pchilik o'sha pana joyga invertor qo'yaylik, salqin joyga skvozniak shu shabada joyga qo'yaylik deymiz. U nimani olib keladi? Biz naryoqda turgan panelimizdan ko'proq kabel tortishimiz to'g'ri keladi. Kabelni ochiq tortmaymiz, gofrada tortamiz. Yana ayrim bir joylarning talabi bor, temir latokda bo'lishi kerak. Go standart temir latokka qo'ygandan keyin nima qilamiz? Buni krishkasini yopamiz. Krishkani yopgandan keyin nima qilamiz? Samarez bilan qotirib chiqamiz. Chunki shunaqa krishkalar narxiga yarasha qo'yamiz, ekonom qilik deb. Keyin ayrim bir kabelni tortib oladi samarez. Biz uni tekshirganda qanaqa qilib tekshiramiz? Ko'pchilik keladida gruppani tekshiradi. Tak, 450 volt, 650 volt, 650 volt bo'ldi, hammasi kelib turibdi. Ulagandan keyin paq etib avtomat tashab turadi yoki bo'lmasam invertor ekranda ko'rsatib turadi. Mana degani eng bitta zo'r taraflardan bittasi o'sha ekranida ошибкani ko'rsatib turishi. Boshqa invertor, katta invertor qo'yamiz, uni displeyi yo'q, paka biz uni telefonga ulab, Wi-Fi olib keltirib 3-4 kungacha ham uni kuydirib qo'yish ehtimoli kuchliroq boshqa invertorlarda. Bunda ekranda bo'lgani uchun sirazi joyida ko'rsatadi ошибкani. Keyin shunga qarab biz harakat qilamiz. To'xta deymiz. Qayerdadir muammo bor. Endi yosh ustanovchilar uni bilmaydi, напряжениeni tekshiraveradi. Hammasi 650 volt, 650 volt bir xil 1 voltga raznica qiladi, bo'ldi. Zo'r ekan deydi. Lekin ularga nima taklif qilishimiz kerak? Kelib turgan plus напряжениeni tokka, DC tokka zazemleniyaga korpusga nisbatan tekshirish kerak. Prozvon oddiygina. Qonun qoidasi bo'yicha yoki ikkinchi yo'minisini. Kabel o'zi megaometrda tekshirib chiqilishi kerak. To'g'ri, lekin endi biz eng oson yo'llardan bittasi bu. Tekshirsak, bari bittasi o'zi bittasi probitiy bo'ladi. Keyin ana o'shandan topolsak bo'ladi. Megaometrda o'zi tekshirib chiqish kerak. Megaometrda ko'rsatilgan qarshilikdan past bo'lsa, даже urinishga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa ham, u qanchadir 1 yil davomini ichida korotka qisqarib tashish yoki bo'lsa nimadir bo'lishi mumkin-da. Bu hozir bu yoq aytayotgan narsa faqat kabel kelayotgan, kelmayotganligini bilish uchun prozvon qilinadi, lekin katta quvvatlarda hammasinigida ETLdan o'tadi. Kabel AC, DC taraf, boshqasi avtomatniki, unisini. Keyin yana bitta o'sha naqa tarafiniki, deyanikida ko'pchilikdan men ayrimlardan so'rab olaman login parolini. Ayrim paytda login parolidan kirib turib, programmani o'zidan haligi option nastroy bor-ku, shu yerda kirib, prosta kod terib kirib ketasiz. Haligi uglublyonniy nastroyga borda, shu yerda o'zidan ham nastroyga qilsa bo'ladi. Kecha kunda 3 ta 20 kilovatlik gibrid invertor qo'yilganda ular bir-biriga bog'lanib turib, bitta shu 3 fazaga qo'shib berilgan. Shunda invertorga kirayotganligida avtomatni yaxshi ulamagan kabelini, AC tarafniki. Prosta ozgina yaxshi ulanmagan bo'lganda ham bittasi master qolgan slim bo'lib ketadi-ku, boshqaradigan. Haligilarnikida ozgina master ulardan so'raydi-da, senda qancha tok kelyapti, qancha bera olasan. O'sha tok tortganda ozgina o'ynash bo'lsa, masterda o'zida ashibga tushadi-da, qolganini qo'llanadi. Shuning uchun imkon qadar bitta qatirib tekshirib, boshqa qilib ko'pchilikda bo'lyapti. Ko'rgan bo'lsalaring, haligi tolali bu kabelda o'zi naqasi yaxshi yomon ishlatib qo'yapmiz, qattiq qisib yuboryapti.
o'zi uni qisishda ham qoidasi borda, o'ta qattiq qisib yuborilsa, ozgina ishlagandan keyin qizish oqibatida u qo'yib yuboradi yana. Keyin o'sha yerda o'zida ozgina iskra paydo bo'ladi, tirs qo'yadi. U masterdagi inverter sezadi-da, to'kilayotgan paytda kuchlanish ozgina o'ynashini ko'radi-da, to'xtatib netdi. Keyin ashibga chiqadi. Keyin u ashibgada u yeri oxiri yozilgan, kuchlanish o'ynagan bo'lishi mumkin, kabellar tekshirib chiqadi. Lekin ungacha inverter bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Buni bazasi boshqa, buni boshqasi men bu yoqqa men chiqdim. Bu javob berguncha keyin oxiri o'zim topdim. Ulug'bek akaga rahmat. Vaqt imkoniyat bergan uchun. Imkoniyat bergan uchun hammasini qotirib o'shaga aytganda tester nimaga kerak, nimaga o'ynayotgani, qarshiligidan boshqasi bilish uchun kerak-da. Imkon qadar agar rost ish qilayotgan bo'lsalaring, birinchi o'rinda mehnatlaringni qadriga yetinglar. Masalan, bir xil joylarda 10 kilovatni 1 millionga ham qo'yib ketyapti. Unga javob beradi, boshqa qiladi. Imkon qadar sotayotgan masterlaring borki, shularga ham tushuntiringlar, ro'baraga topkir, o'zingni qadringni, ishingni qiymatini bil. Boshqa degan keyin o'sha topgan pulidan instrument ol, yaxshiroq usta bo'l deb imkon qadar tushuntirishga harakat qilinglar yo borlar, shunga yarasha harakat qilinglar. Masalan, men ham Ulug'bek ham minimum $50 kamiga 1 kilovatni o'rnatmayman. Shuning uchun ko'pchilik o'ylaydi, nimaga sizlarda qimmat, nimaga boshqalarda arzon deydi. Hammani o'zini bunga yarasha fikri bor, taklifi bor. Shaxsan o'zim ko'pchiligiga nima deyman? Mana bu hozirgina yaqinda mana bu yerda ikkita xitoylik kelgan ekan, u xitoyliklar bilan gaplashganimda ham endi ikkalasi xitoycha ustimdan kulgandek qilib gapirdi-da, mayli endi ularning fikri. Nima uchun qimmat deganda tushuntirdim. Sizlar mahsulot sotasizlar, keyin bitta ustani yoniga taklif qilib berib yuborasizlar. Ko'p aksariyat arzon ustalar, arzon montajniklar nima qiladi? O'rnatdim. Aka, o'rnatganimga javob beraman. U invertering to'g'ri ishlaydimi, ishlamaydimi, u do'kondan yo o'sha sotib olgan joyingdan so'ra deydi. Biz nima deymiz? Bizni tavsiya qilgan joyingdan deymiz, mijoz sizlarga qaytib chiqmaydi. O'zi umuman ham muammoli chiqmaydi. Faqat mahsulot olish uchun chiqishi mumkin, lekin yana o'rnatmoqchi bo'lsa, lekin nimadir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'zi avvalambor bo'lmaydi iloji boricha. Bo'lib qolgan taqdirda ham to'g'ridan-to'g'ri o'zimizga chiqadi va biz 1 yil davomida o'sha nima muammosi bo'lsa, o'zimiz hal qilib beramiz. Yo'qolib qolmaymiz, sezonni o'rnamasmiz deb qo'ying. Ha, yo'qolib qolmaymiz, telefonlarimiz o'sha. Bizda o'sha mijozlardan yoki savdogarlardan O'zbekiston bo'yicha tushib keladigan, misol har kuni kelmasa ham haftada bir marta, bir oyda bir marta har xil ma'lumotlar keladi. Muammolari yoki noqulayliklari yoki kamchiliklari hammasi bo'yicha keladi. Biz buni yig'ib eng asosiylarini, deylik, haqiqatan zavodga taqalib qoladigan narsalar, ma'lumotlarni yig'ib biz mana Alisher akaga topshiramiz. Alisher aka непосредственно o'sha zavodga o'zini talabini qo'yadi. Mana O'zbekiston havo klimati uchun mana bu talablarga to'g'ri kelmayapti standartimiz. Ozgina mana shu joyga ishlov beringlar, o'zgartirib qilinglar deb. Misol o'tgan yili rus tilida qildik. D-Cloudda. Oldin rus tilida yo'q edi. Shu inglizcha edi faqat, yo xitoycha edi, yana italyancha 2-3 ta til bor edi. Mana rus tili qildik. Mana nisbatan ancha oson bo'lib qoldi. Nastroykalarga kirib to'g'rilash ham. Endi borib xudo xolisa o'zbek tili bo'ladi. Bundan tashqari o'sha ichidagi komponentlarni ham mo'shniyrog'ini qo'yamiz yoki yana alternativni qilamiz. Чтобы yaxshi ishlatish uchun fermerlarda 50 kilovat, 100 kilovat, 200 kilovat, 500 qo'yganlar imtiyozli krediti bo'lganligi uchun ularda qanaqa 60 talik transformator turibdi, unga 50 yo 60 kilovatli quyosh stansiyasini o'rnatadi-da, bo'ldi, yoqdim, mana bir kun ishladi, yozdi chizini qiladi-da, pulni oldi, ketdi. Fermer ham hech qachon qaramagan, transformatorga bir 10 yillab turgan, absolga qilinmagan. Keyin bir 2 oydan keyin fermer telefon qiladi-da, aka deydi, qizil yonib turibdi ekan deydi. Bizni vaqtimizga o'sha qizil lampochkasi ham bor deydi. O'shani keyin yog'ini ko'rsa, tagida nima ekansak, yo'qni bilmayman dedi, lekin qizil lampochka yonib turganini ko'rdim deydi. Keyin biz boramiz uni. O'tani visokovoltga kelgan ko'p holat o'zimda bo'ldi. Predохранительlarini держатели bor tepada, pastda turgan. Держателlar yorilib, predохранители tushib ketib qolganlari ham bor. Shuni hisobiga mana shu Alisher aka savol berdi, o'sha напряжениyaning ayrim bir fazani oshib ketib qolishiga ham shunga to'g'ri kelib qoladi. Nimaga 380 полноценный chiqmaydi? Chunki uni bitta o'sha predохранитель kuygan yo tushib qolgan.
Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, To'g'ri, keyin Высокий tomondan Высокий. погода bermaydi, lekin transformator. yo'q-ku o'sha yo'q предохранитель. Просто предохранитель vazifasini o'taydi, lekin transformator bilan aloqa pогода bermaydi. Qaytanga o'sha slabib turgan. Shuni, yo'q. O'zi predохранитель ichi ham, PN ichi ham shunaqa alyumin simvoz turadi. Alyumin vысоко bo'ladi. qolsa deyapti. Uzilib qoladi-ku. Fazavod nesimetriya keyin shuni Xuddi o'sha narsadan kelib chiqamiz. Biz nimaga unaqa visokovoltniy bilan shug'ullanmaganman, uni ichini bilmayman, lekin praktikamizda bo'lgan narsa keldik, ko'rdik mana shu narsani, shu mutaxassislarni, dopuski borlarni chaqirdik, ular to'g'riladi, tekshirdi hammasini, ishga tushirdi, ketdik. Kimlardadir savollar qolib ketib, javob berolmay qolgan bo'lsak, o'sha gruppamiz bor, kanalimiz bor, bemalol yozishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha bepul servis xizmatini ham qilishga ham harakat qilamiz. agar bizdan olsa. Ha. Shunaqa. Undan tashqari eng asosiy e'tibor beradigan narsalarimiz bu shu quyosh panelini o'rnatgandagi ustalarning qiladigan o'sha xatoliklarini, kamchiliklarini yoritib borishga harakat qilamiz. O'shaning uchun bizni kuzatib boringlar. Endi bilaman kommentariyada negativ qoldiradiganlar ham chiqib turibdi ora-orada. Ularga e'tibor bermasdan, xudo xolisa, bundanda chiroyli treninglar uyushtirishga harakat qilamiz. Shuning uchun hammalaringga kelganlaring uchun, qimmatli vaqtlaringni ajratganlaring uchun ming bor katta boshimiz tekkancha rahmat.